Bugun sizga juda ham zo'r layfhak o'rgatmoqchiman. Agar sizni pochkingiz og'riydigan bo'lsa, ya'ni o'zbek tilida aytganda quvg'ingiz og'risa, quvg'ingizda tuz, tosh yoki kristal bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari yosh bolachalar kechki paytda yana qo'llab qo'yayotgan bo'lsa, unda bu layfhak aynan siz uchun. Oxirigacha ko'ring, maza qilasiz. To'g'risi, meni pochkim og'rigan, juda ham ko'p lecheniya olganman. $1000, $1500 lecheniyaga pul ketgan, lekin umuman foydasi bo'lmagan. Va o'shanda bitta tabib menga mana bu ko'rsatilgan giyohni bergan. Mana shu giyohni damlab ichganimda yarim soatga qolmasdan o'sha tuz, ya'ni u kristal bo'lgan o'sha vaqtda menda kristal erib tushib ketgan. Va shundan keyin umuman pochki bezovta qilmagan meni. Ya'ni bu ko'rsatilgan giyoh tulki tumor deyiladi yoki ba'zilar tulki moyagi deb atashadi yoki bo'lmasam fan tilida aytganda astrogal deb ataladi. Agar shu giyohni 3 litrli bankaga issiq suvga shunday maydalab turib 5-6 tasini solib ichadigan bo'lsangiz, pochka og'rig'idan, o'sha quviq og'rig'idan umuman muammo bo'lmaydi. Sinab ko'ring va videoni saqlanib qo'ying, kelib natijasini o'zingiz izohlarda yozib qoldirasiz. Bu videoni yosh bolasi tegini qo'llab qo'yadiganlarga yoki bo'lmasam pochkasi har doim og'rib yuradigan tanishingizga jo'natib qo'ying.